Kunduz kuni ham uxlayaptilar. Kunduzi kuni ham uxlayaptilar, chunki Jamshid akam o'zi ham tayyorladingiz. O'sha uyqu bilan bog'lanadi. Har kuni o'zim ham tayyorlayman. Uyqu kelsa yotib uxlayman. Qiladigan ish yo'q. Ha, uyqusi yaxshi, xudo xolasa yaxshi. Bu holi men bu o'zi bu yoqqa kelganimizda yo'tal, Jamshid akam kelganimizda yo'tal, вообще tinmayapti. Ayniqsa yo'tali ham o'sha qo'ydi hozir. Yaxshi. Kechasi ham tinmas edi. Kechasi bormi, ertalab bormi farqi yo'q. Tinmas edi. Biz o'zimiz asosan oddiy yo'talda qiynalib ketamiz. Yoki boshimiz og'rib ketadi. Juda ham qiyin holda edi. Chunki kechasi ham kunduzi ham tinmagan yo'tal, davleniyasi bor, bosh og'rig'ini ko'tarish juda ham qiyin edi. Mana ya xudo xolasa yaxshi, ancha yaxshi joyida. Xudo xolasa muolajalarni olsak oxirigacha bundan yaxshi bo'lib ketadi. Inshaalloh, inshaalloh. Alloh taolo shifoyi komilni bersin. Har bitta o'sha dardi bor odamlarga yana shifoyi komildan bersin. Shu qatorda siz onangizga ham Alloh shifosini berib, hech qanaqa darddan asorat qolmasin. Xudoga shukr, mana hozir ozgina suvlar ham yig'ilardi qorinda. Oyoqqa ham sal o'tardi. Shular ham yaxshi. Siroz asoratlari ancha yaxshi, faqat shu muolajani shunaqa davom ettirsak, yo'talga keladigan bo'lsak, xalqimizda ko'k yo'tal deydi, lekin hozir koronavirusda shunaqa turi bor. Endi ko'pchilik koronavirus yo'q deb o'ylayapti hozir, lekin koronavirus bor. O'shani yo'tal bilan kelayotgan turi butun jahonda hozir juda qiyinchilik, hatto o'sha Yevropa davlatlarida, Xitoyda ham juda asoratlari qiyin bo'lyapti. Bu narsani ketkizish qiyin bo'lyapti. Chunki yo'talga chora ko'rsangiz, organizmda infeksiya bor-da. O'shanga bularda ham shu narsa bor edi, Xudoga shukr. Mana hozir asoratlari ancha yo'q. O'sha organizmdagi o'sha balg'am tarqalib ketishi, balg'amni ko'payishi, safroni ko'payib ketishi mana o'sha boyaga kasaldan qutulishga ancha qiyinchilik beryapti. Mana hozir organizm yengyapti, o'sha immunitet ham ancha ko'tarilgan. Shuni hisobiga kunduz kuni ham kechasi ham tiniqib uxlayaptilar. Shunga muolajani shunaqa davom ettirsak inshaalloh, shularni Allohni bergani bu, biz endi sababchi, shunga qolganiga mana harakat qilamiz. Alloh shifoyisini bersin Alloh. Shunga biz ham sababchi bo'lib shuni me'yorda yetkazadigan bo'lsak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Salomat